Eng ko'p proteinli meva guava, eng kam proteinli meva tarvuz hisoblanadi. Eng yuqori kaloriyali meva xurmo hisoblanadi. Eng kam kaloriyali meva qulupnaydir. A vitamini eng ko'p bo'lgan meva mango hisoblanadi. A vitamini eng kam bo'lgan meva olmadir. Eng ko'p kletchatkali meva malinadir. Eng kam kletchatkali meva uzumdir. Eng ko'p kaliyga boy bo'lgan meva banandir. Eng kam kaliyli meva bu chernika. K vitamini eng ko'p bo'lgan meva kivi hisoblanadi. K vitamini eng kam bo'lgan meva banandir. Antioksidantlarga boy meva chernikadir. Antioksidantlar eng past bo'lgan meva qovundir. Eng ko'p temirga ega bo'lgan meva o'rikdir. Eng kam temirga ega bo'lgan meva apelsindir. Eng ko'p kalsiyga boy bo'lgan meva apelsindir. Eng kam kalsiyli meva olma hisoblanadi. Eng ko'p foliy kislotasi bo'lgan meva vitamin B9 papaya hisoblanadi. Eng kam foliy kislotali meva bu gilosdir. Blogimga obuna bo'ling. Bu yerda siz bilan tabiiy sog'lomlashishni birgalikda